Kichkinagina oq nuqta, lekin ko'pgina savollar. Nima aynan bu darajada bunaqa oq paydo bo'lib yopilmasligi nima sababchi bo'lgan? Yo'q, bilmasam yiqilib tushganman. Yiqilgan joyimda shoxlar bor edi. Cho'plar o'shalar shishilgandan Yara bitmayapti. O'zingiz qanaqa his qildingiz? keyinchalik esa o'sha oq bo'lib yopilmay qoldi. Keyin 7 oy, 8 oycha shunday yurganman. Televizorda sizlarni reklamadan ko'rib qolib murojaat qilganmiz va o'sha boshlaganimizdan foydasi bo'lishni boshlagan. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Birgina dog' insonning hayotini o'zgartirib yuboradi. Kichkinagina oq nuqta, lekin ko'pgina savollar. Endi nima qilaman? Qanday yashayman? Odamlar oldiga qanday chiqaman? Vitiligo bu shunchaki teridagi kasallik emas. Bu ichki kurash, sinov. Bugun mana shu kurashni yengib o'tgan, sinovlardan bardam turib o'tgan yurtdoshimiz bilan, do'stimiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Meni ismim Saidqosim. Men 2,5 yilcha oldin bu narsa bo'lgan, ya'ni o'sha ish qilgan paytim bog'da yiqilib tushganman. Ishilingandan keyin shu turishda yopilmay oq bo'lib qolib ketdi. Keyin 7 oy, 8 oycha shunday yurganman. Bo'lgan, bu joyda har xil joylarda maslahat olgan borganmiz. Dermatologlarga, boshqalarga borganmiz va ulardan deyarli foyda bo'lmagan. Keyinchalik televizorda sizlarni reklamadan ko'rib qolib murojaat qilganmiz va o'sha boshlaganimizdan foydasi bo'lishni boshlagan. Bor yopilishni boshlagan, qizargan, yana bo'lgan, har xil nuqtalar paydo bo'lib, yopilib ancha o'z-o'ziga keldi. Ana shuncha yillar bilan foydalanayotgan bo'lsak, foydasi bo'pti, yaxshi. Yaxshi, ko'z tegmasin. Biz bundan juda ham xursandmiz. Demak, yiqilib tushganingizdan keyin boshlanib, demak, shilingan, demak, qaysidir ma'noda qo'rquv bo'lgan, stress bo'lgan, shundan u oq dog'ga aylanib qolib ketgan. Shundaymi yo men noto'g'ri tushunyapmanmi? Shunaqa, faqat shunaqa. Shilingandan keyin yopilmay qolib ketdi. Shilingandan keyin yopilmasdan qolib ketib qolgan. Ha, tushunarli. Demak, mana boshqa doktorlarga bordim, uchrashdim deyapsiz. Ular qanday tashxis qo'yishdi aynan bu narsaga? Ular ham shu vitiligo degan oq dog' degan. Vitiligo deyishgan ular ham. To'g'rilash qiyin bo'ladi, boshqa deyishgan, lazer bilan deyishgan, o'zlari o'sha lecheniya yozib berishgan. Ular foyda bermagan-da. Foyda bermagan. Demak, juda ko'p muolajalarni boshingizdan o'tkazgansiz, doktorlarga ko'ringansiz, dermatologlarga borgansiz, muolajalar foydasiz. Foydasi bo'lmagan o'sha. Deyarli foydasi bo'lgan. Deyarli foydasi bo'lmagan. Qayerlaringizni men hozir ko'ryapman? Bo'yningizda bor, lavingiz oldida. Shu. Faqat shu yerni o'zi. Bu qismda ham bor edi, endi ular o'zi yo'q. Demak, tomoq qismlaringizda ham bo'lgan. Ozgina bor edi, bular tuzalib yopilib ko'ksingizda tuzalib yopilib ketgan. Ajoyib. Biz bundan juda ham xursandmiz. Demak, bizni televizorda ko'rib xarid qilishga bel bog'lagansizlar. Ishonish qanday bo'ldi bu narsaga? Ishonganmiz, aytaman, boshlaganimizda foydasi bo'lish boshlagan. Ko'rsatgan o'zini. Qanchada foydasi bo'ldi? 2 haftachada bilingan. 2 hafta ichida natijani sezdingiz. Qizarishni boshlagan. Yaxshi, ajoyib. Mana qo'ng'iroq qilganingizda baribir aytyapsiz-ku, 2,5 yildan beri kurashib kelyapman bu kasallik bilan, ko'plab doktorlarga bordim, dermatologlarga ko'rindim, muolajalar qildim, foydasi bo'lmadi deb. Televizorda ko'ryapsiz-da, ishonib xarid qilyapsiz. Qani bir telefon qilib ko'ray, nima bo'larkin deb, sinab ko'ray deb telefon ham qildingiz. Siz bilan yaxshi muomala qilishdimi mutaxassislarimiz? Albatta, yaxshi muomala qilishdi. O'z vaqtida xabar olib turishdi. Demak, haligacha xabar olib turishadi o'z vaqtida. Hozir ham xabar olib turishadi. Muolajamiz hali so'ngiga yetgani yo'q. Yo'q, hali qilinyapti. Hali qilinyapti. Yaxshi. Biz sizga tavsiya beramiz, to'xtatib qo'ymasdan, o'z vaqtida. Hali yosh ekansiz, nechinchi yilsiz? Men 2008-yilman. 2008-yilsiz. 17 yosh. Demak, hali maktabni bitirmagansiz. Bu yil bitirasiz. Bu yil oxirgi yil, xudo xohlasa eson-omon bitirib oling, imtihonlardan yaxshi o'tib oling.
bu dog'lar bilan do'stlarni orasida yurish qanday bo'ldi? Masalan, maktabda o'qiyotgansiz, baribir maktab bu qaysidir ma'noda bolalik chog'i. Bolalik chog'i. Endi mana maktabni bitirib, institutlarga kirib, oliygohlarga kirib, anu yoshlik, yigitlik chog'iga o'tadigan bolalik chog'ida baribir har xil gaplar bo'ladi. Do'stlarning orasida, tengdoshlarning orasida har xil suhbatlar, nizolar kelib chiqadi, anu mensimasliklar paydo bo'ladi. Shunday holatlarga tushganmisiz hech do'stlaringiz oldida? Yo'q, bular bunaqa gapirishmagan, boshqa shunga o'xshash narsa bo'lmagan. Hamma o'zi yaqinmiz. Yaqinsizlar. Shunga bunaqa e'tibor ham bermagandek qilishgan. Yaxshi. Qarashmaganda bunaqa. Ko'z tegmasin. Bunday do'stlar bori yaxshi. Bunday do'stlarni bo'lgani yaxshi. Ko'z tegmasin iloyim. Yaxshi. Demak, qomus kapsulasini mana iste'mol qilyapsiz, muolajalar davom etyapti. Qanchadan beri? 2 yildan oshdi. Bu bilan boshlaganimga 2 yil bo'ldi. Boshlaganingizga 2 yil bo'ldi. 2 haftaning o'zidayoq natijasi boshida bilingan. Boshida bilindi. 2 yildan beri demak hozirgacha muolaja qilib kelyapsiz, sekin-sekin yopilyapti. Yana mutaxassislarimiz aytishdimi, mana bunchadan keyin tuzalib ketasiz deb. Yo'q, ular aytishgani vaqtida qilsangiz bo'lsa, o'sha o'z vaqti kelganda tuzaladi deyishdi. Vaqti kelganda tuzaladi. Haqiqatda aniq vaqt aytishmadi. Haqiqatda hammaning terisi, hammaning organizmi har xilda. Kimdir 3 oyda tuzaladi, kimdir 2 oyda tuzaladi, kimdir 1 yil, 2 yil, 3 yil, hammaga har xil vaqt kerak bo'ladi. Eng muhimi tashlab qo'ymasdan davom ettirish. Chiroyli qilib davom ettirish. Bizni kuzatib turgan bo'lsangiz, hoziroq pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz sizni YouTube dan ko'rib, qo'ng'iroq qilyapmiz deb mutaxassislarimizga aytsangiz, sizga 30% lik chegirma ham qilib berishadi. Shoshiling. Uyalmang, bemalol qo'ng'iroq qiling. Mana o'zingiz ko'ryapsiz, 2 yildan beri ichib kelyapman, yaxshi bo'lyapti. Mana ko'ksimdagi dog'lar yopildi, faqat mana shu yerlarda qolgan, mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Mutaxassislarimiz 2 yil bo'lsa ham hali-haligacha mana xabar olib, ular bilan muolajani davom ettirib kelishyapti, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, shunaqa. Yaxshi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Statistikaga ko'ra, tomoshabinlarimizning 90% kanalimizga obuna bo'lmagan. Keling, buni birgalikda o'zgartiramiz. Buning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning bitta harakatingiz videolarimizni oq dog'lar muammosidan aziyat chekayotgan insonlarga yetkazib, ularning shifo topishiga sabab bo'lishi mumkin. Balki aynan siz kimningdir shifo topishiga umid bag'ishlarsiz. Yetkazib berishlar qalay bo'lyapti? Mana siz uzoq yildan beri, endi 2 yil ham qaysidir ma'noda katta muddat ichida mana tugab qolishi mumkin. Bo'ldi, foydasi bo'lmadi, kerak emas, ichmayman degan paytlaringiz bo'ldimi? Yo'q, foydasi bo'lganligi uchun biz to'xtatmayapsiz. To'xtatmadik. Yetkazib berish ham yaxshi, o'sha 1 kun yo 2 kun tugashiga qolganda xabar beramiz, ertasiga yo o'sha kunning o'zida olib berishadi. Yana bir narsani so'ramoqchiman. Bu narsa ko'pchilikka ham qiziq bo'lsa kerak. O'zingizda nojo'ya ta'sirlarini sezmadingizmi? Ya'ni qichishlar, achishlar, qanaqadir bilmadim endi isma chiqish yoki shunga o'xshagan narsalar, unaqa narsalar bo'lmadimi? Yo'q, isma chiqish yoki o'sha ziyon narsa bo'lmadi, lekin o'sha davolanish uchun o'zi qichishi, qizish, achish sal bo'lish kerak ekan, bo'lar ekan. Shular bo'ldi. Shu narsalar bo'ldi va mutaxassislarimiz sizga maslahatlashib, to'g'ri yo'nalishlarni ko'rsatib turishdi. Ha, aytishdi, ko'rsatib turishdi. Qanday qilib tushgansiz? Nima aynan bu darajada bunaqa oq dog' paydo bo'lib yopilmasligi nima sababchi bo'lgan? Bu ish qo'ygan bo'lganman, bilmasdan yiqilib tushganman. Yiqilgan joyda shoxlar bor edi, cho'plar. O'shalar shilgandan qolib ketgan, shig'am bo'lgan. Ana buni tikish kerak, nimadir qilish kerak degan narsalar ishlatishgani yo'q. Qilinmagan. Yaxshi. Yiqilib tushdingiz, yara bitmayapti, o'zingiz qanaqa his qildingiz? Men unaqa o'zimga yomon his qilganim yo'q, oddiy narsadan, bo'yatidan. Ishlangandan keyin men oz muddat joy qoladi-yu, o'sha sabab men unaqa e'tibor bermagandim. Keyinchalik esa o'sha oq bo'lib yopilmay qoldi. Mana unaqa yomon hissiyotligim bo'lmadi. Yomon hissiyot bo'lmadi. Eng muhimi ham shu. Masalan, o'sha oq dog'lar paydo bo'lgan bemorlarimiz ko'pchilik o'zini yo'qotib qo'yadi-da. O'zini yo'qotib, odamlardan chekinib, berkinib, xijolatchilik hissini tuyib o'zida va bu narsalar odamni o'ziga bo'lgan ishonchini kamaytirib, bu vitiligo yana ham ko'payishini sabab bo'lib qoladi bu narsa. Bundan juda ham xursandmiz. Aynan sizda bu narsalar bo'lmagan. Demak, irodangiz kuchli, hali yosh avlod, baquvvat. Yaxshi, ko'z tegmasin, zo'r.
va mana yopilgandan keyingi bo'lgan ishonchlarchi. Masalan, ko'ksingizda bor ekan, u yopilib yo'q bo'lgandan keyin, masalan, oynada o'zingizni ko'rganingizda, mana bu yerim ketibdi" degan joydan bu yoqqa o'taylik. Qani nimalar bo'ldi? O'sha yopilish boshlangandan so'ng men o'yladim, yaxshi bo'ldi, mana tuzaladi, oddiy bo'lib qoladi, yana bunaqa nima deydi, boshqalar bilan bo'lganda ajralmaydi, ko'rinish bir xil hamma degan fikr bilan yana ham xursand bo'ldim. Yana o'z holatimga qaytaman, yana ishonchlar uyg'ondi. Yana o'zi shunda ham ishonchingizni yo'qotmabsiz. Bu juda ham zo'r. Biz bundan juda ham xursandmiz. Ko'pchilik shu ishonchni yo'qotib qo'ygandan, yana ham stressga tushgandan bu narsa kattalashadi-da. Bu narsa yo'qligi sizda zo'r. Biz bundan juda ham xursandmiz. Shifo topayotganingizdan, davolanishni yana davom ettirayotganingizdan xursandmiz va o'sha boya aytib o'tganimdek 100% yana bir tuzalasiz. Bu haqda kelib yana alohida mana bu yerim yopildi, shu yiqilib tushgandim. 1-2 yil, 3 yil oldin, mana hozir tuzaldim deb gapirib berishingizga tilakdoshmiz. Mutaxassislarimiz demak sizdan xabar olib turishibdi. 2 yildan beri bitta mutaxassisimizmi yo yana boshqa almashtirdingizmi? Yo'q, men eslashim bo'yicha 4 ta yoki 5 ta mutaxassis almashdi. 4 ta 5 ta mutaxassis almashdi. Ularni bo'lgan muomalalari qalay bo'ldi? Masalan, bunikini boshqacharoq, buniki yaxshiroq edi, buniki yomonroq edi, buniki yoqmadi degan narsalar bo'ldimi? Yo'q, bunaqa bo'lmadi. Bunaqa narsa bo'lmadi. Hammasi yaxshi gaplashib, so'rab, aytib turishdi, hol-hol so'rab turishdi, qanaqa bo'lyapti jarayon, so'rab kuzatib borishdi. Chiroyli muomala qildi hammasi. Biz bundan juda ham xursandmiz va boshqalarga ham tavsiya qilib qolamiz. Mana, o'zingiz eshityapsiz, o'zingiz ko'ryapsiz. 4 ta 5 ta mutaxassis almashtirdim deyaptilar, lekin hammaning muomalasi chiroyli, hamma xushmuomala va menga berilayotgan maslahatlarni juda yaxshi tobida berishyapti deb aytib o'tyaptilar. Siz ham qo'ng'iroq qiling, bemalol, uyalmasdan murojaat qiling. Mutaxassislarimiz sizga bepul konsultatsiyalarni o'tab berishadi va boya aytib o'tganimdek, YouTube orqali ko'rib qo'ng'iroq qilyapmiz desa, sizga 30% lik chegirma ham qilib berishadi. Teringizda oq dog'lar paydo bo'ldimi? Uyalib, odamlar orasida yura olmayapsizmi? Vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi xastalikka chalingan insonlar ommadan o'zini berkitib, doimiy tarzda xijolatchilik hissida yurishadi. Bilasizmi? Bu kasallikning davosi bor. Lekin ko'pchilik buni bilmaydi va ko'p vaqt yo'qotadi. Qancha kechiksangiz, davolash shuncha qiyinlashib boradi. Dog'lar bo'lsa, kattalashib boraveradi. Lekin sizda yuqoridagi holatlar bo'lishidan oldin bu darddan qutulish imkoniyati bor. Biz sizga sinalgan va samarali vosita Qomus kapsulalarini tavsiya qilamiz. Bugungacha 20 mingdan ortiq bemorlar Qomus kapsulasi orqali oq dog'lardan xalos bo'lishdi. Qomus kapsulasi haqida to'liq ma'lumot olishni istasangiz, quyidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. YouTube orqali ko'rib murojaat qilayotganingizni aytsangiz, 30% lik chegirmaga ega bo'lasiz. Siz eng to'g'ri tanlov qilishingizga ishonamiz. Demak, bu mahsulotimizni 2,5 yildan beri ichib kelayotgan bo'lsangiz, 2 haftada nima deydi, natijasini ko'rdim desangiz, boshqalarga ham buni tavsiya qilasizmi? Ha, bu albatta tavsiya qilaman, chunki foydasi bor, yaxshi, har tomonlama foydali ekan. Har tomonlama foydali. Sizga mutaxassislarimiz ham aytib o'tishgan bo'lsa kerak, 100% tabiiy mahsulot, ichida hech qanday ximikatlar yo'q, boshqa 100% tabiiy mahsulot. Demak, uni boshqalarga ham tavsiya qilasiz. Ha, albatta, tavsiya qilaman. Keling, shu tavsiyangizni mana shu kameralarimizga qarab, vitiligo bilan kurashayotgan bemorlarga, o'zimga o'xshagan do'stlarimga mana shuni Qomus kapsulasini tavsiya qilaman deb bir chiroyli qilib aytib bersangiz, ishonch bilan ular ham bir ko'rishsin bu ishonchni. Xo'sh, men bu Qomus kapsulalarni tavsiya qilaman. Ishonchli, tabiiy mahsulot, har tomonlama foydali. Rahmat kattakon sizga. Xursand bo'ldik kelganingiz uchun. O'zingizda ishonch topib, kelib mana shu gaplarni gapirib beraman o'zimning hayotimda. Mana shu Qomus bilan o'tayotgan 2 yilni yurtdoshlarga, kuzatuvchilarga gapirib beraman deb studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun tashakkur, minnatdormiz sizdan. Rahmat, chaqirganingiz. Rahmat. Azizlar, har bir dog' bir hikoya, har bir sinov bu kuch. Agar bugun o'zingizni yolg'iz his qilayotgan bo'lsangiz, biling, siz yolg'iz emassiz. Mening dardimga shifo yo'q deyotgan bo'lsangiz, biling, unday ham emas. Biz sizga qo'limizdan kelgancha yordam bera olamiz. O'sha gap,
Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, mutaxassislarimiz bilan bog'laning. Ular sizga bepul konsultatsiyalarni o'tab berishadi. Yana yaxshi kunlarda, yaxshiliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.